Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Prezident Shavkat Mirziyoyev farmoni qabul qilindi. Hozir shu haqda batafsil. Qonunchilikdagi yangiliklar. Toza havo umummilliy loyihasi amalga oshiriladi. Atmosfera havosi sifatini yaxshilashga qaratilgan Toza havo umummilliy loyihasini amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, quyidagilar 2026-2030 yillarda atmosfera havosi sifatini yaxshilashga qaratilgan Toza havo umummilliy loyihasining asosiy maqsadlari etib belgilandi. Jumladan, atmosferaga chiqarib tashlanayotgan ifloslantiruvchi moddalar miqdorini 10,5% ga kamaytirish, atrof muhitga ta'siri bo'yicha birinchi va ikkinchi toifaga kiruvchi korxonalarda avtomatik monitoring stansiyalari va chang-gaz tozalash uskunalari o'rnatilishini ta'minlash, PM2,5 bo'yicha milliy me'yordan oshish kuzatilgan kunlar sonini kamaytirish, Toshkent shahrida ekologik vaziyatni yaxshilash yuzasidan kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha maxsus komissiya faoliyati 2027-yil 1-martgacha uzaytiriladi. Komissiyaning nomi ekologik vaziyatni yaxshilash yuzasidan kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha Respublika maxsus komissiyasiga o'zgartiriladi. 2026-yil 1-apreldan Toshkent shahrida yangi sanoat zonalarini tashkil qilishga muddatsiz moratoriy joriy qilinadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: huquqiy axborot.